Nimaga qo'rqasan, birodar? Ustingga kelayotgan ko'p g'am va tashvishlar, birodar, anduqlar nima sababdan kelyapti bilasanmi? Sen hech ham o'ylamagansan bu narsani. Gunohlar deysizlar, taqvoimiz yo'qligi deysizlar, namozga beparvoligimiz deysizlar, lekin bu narsani bilmaysizlar. Nimaga shunday muammolar kelyapti bilasizmi? O'zingga o'xshagan odamdan umid qilishliging, o'zingga o'xshagan bandaga suyanishliging, unga laganbardorlik, unga tirg'onmalik qilishliging. Shu sababdan ustingga musibatlar. Odamga suyanganligi uchun problem ekan. Bunaqa qilma, birodar. Chunki u sen umid qilib, undan yaxshilikni umid qilib, undan foyda kelishini umid qilib, unga sen laganbardorlik qilayotgan odam ham senga o'xshagan odam. U ham ojiz banda. Shuning uchun Allohni o'zidan umid qil, faqat Allohni o'ziga suyan.